Benim dadam ne gitti, dadamda köyüm geldi, dadamda koyup verenla. Benim dadam nerede, dadamda koyup verenla. Assalamu alaikum dünyanın arkası caylardaki qarindaşlar, dostlar. Hammalarning bugungi kunlar salomatlik bo'lsin. Allohning hammalarga jasorat, kuch-quvvat, shu bizning xalq navbatimizga qatnashadigan bir jasorat ato qilishini umid qilaman. Qarindaşlar, men bir doktor bo'lib sifatim bilan sizlarga shunday bir xitob qilmoqchi. Doktorlikda shu ruhiy kasalliklar ilmida ko'pincha shu ruhli ta'sir qilgan bizning ko'pincha qarindoshlarimiz zulmning dastida nurg'unlik qalaymiqanchilik yuz berdi. Mengimizdan, nervimizdan chatoq chiqqanlar bo'ldi. Psixikamiz buzildi. Shunda buzilgan ahvolda biz yana mush ahvolni yana o'zimizning ayni shaklda o'zimizni qutqizish imkoniyatimiz bor. Bu yerga chiqqandan keyin hammamiz shu yo'qolsin Xitoy, stop jinni saydi sharqiliq o'zimizdagi mush ichimizdagi nafrat, killini Xitoyni tillash orqali biz bu yerda chiqarib o'tib vücudumuzga yangi ruh asıl qilamiz. Har xil ruhiy kasal, menga kasal, nerv kasalga o'xshash kasalliklarimizdan xoli bo'lmasin qarindoshlar. Shunga bu fursat xalqan bir yerga bir to'g'ri sanglasini bekim sarvankan deydi. Mishaga chiqib, mish bizda qarindoshlar bilan Xitoyning konsul oldiga chiqib vaqir sanglar, to'g'ri sanglar, ichingdagi barliq dardlaringni chiqarib sizlar yengillab qolsizlar, sizlar saqib qolsizlar. Allohning izniyle bizga Alloh nusrat ato qildi. Xudoyim bilsa, qilgan bu harakatimiz, xalq harakatimiz inshaalloh taqinbak ro'naq topib, taqinbak gullanib, dunyoning har qaysi joylariga chiqib, seslerini anglatib, vatanimizga 35 milyon xalqimizningki zulmda qolgan shu xalqimizningki sesiga ses, ovoziga ovoz bo'lib, shu bechora qarindoshlarımızdan, şu bechora qizlarimizdan, şu bechora onalarimizdan, şu bechora bolalarımızın nali feryadını meyada anlatış bizning görevimiz deb qaraymiz arkadaşlar, dostlar. Bu bizninki mecburiyetimiz, mas'uliyetimiz. Biz bunu hiç qachon qaçıp qutlanmaymiz. Eğer bu dünyada qaçıp qutlasak, o dünyada mutlaka tutulamiz. Şuna hammalarni bu yerga chiqishinglarni chaqiriq qilaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.